Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. 17-bob. Bir necha kichik g'albalardan keyin qo'zg'olonchilar tashkiliy jihatdan partizan atrofiga aylanib, 500 cha kishidan tarkib topgan edi. Gerçi hammasida degidek qurol bo'lmasmi, ularning kurash ruhi ustun, yaqin kunlarda hammasi qurol aslahga ega bo'lishiga ishonchlari komil edi. Tog' ichidagi o'nkirlar torliq qiladi. Kundan kunga ko'payayotgan jangchi partizanlarga kiyim-kechak, ozuq, ot uloqlarga yem-xashak kerak. Qish bo'lsa bargancha yiqilishib chinqab kelmoqda. Qo'zg'olonchilar bugun jiddiy kengash ustida o'ltirdi. Agar nilqini ishg'ol qilsak, dedi Fatih, qurolg'imi, ot uloqqimi ega bo'lamiz. Ikkinchi tarafdan xalq oldida obro'y inovatimiz oshidi, sipimiz texmo o'sidi. Meningcha bo'lganda g'ulji hujum qilsak yaxshi bo'ladi. Avval dushmanning beshini yanchib, ondan qanot quyrug'ini chopsak deymanda, dedi Osman. Yo'q, Osmanning fikrini qat'iy rad qildi Akbar. Bu oz kuch bilan g'ulji hujum qilish tavakkulchilik bo'ladi. G'uljini ola olsak yaxshi. Agar kaynimizga chekinadigan ahvol bo'lsa, xalq bizdan ra'yi qaytib qilishi, ikkinchilab agashmasligi mumkin. Akbar bilan Nurning gapining jini bor, deb boshladi G'ini. Avval nilqini o'zimizga qaratib, ondan g'uljiga, undan keyin texmo nerisiga qarab yurish qilamiz. G'inining fikriga hamma bir og'izdan qo'shildi. Ularning bu qarori sharoit jihatdanmi, strategiya jihatdanmi to'g'ri bo'lgan edi. Chunki Nilqa u Ili viloyatining eng boy chorvachilik noyasi bo'lish bilan birga bu tog'liq rayon tabiiy istehkomga ega. Sharqda Kunas, Yulduz nahiyalari, janubda G'ulja noyasi, shimolda bo'lsa Tarbag'atay viloyatiga chegaradosh aloqa tugunidan iborat. Agar Nilqa ishg'ol qilinsa, Kunas xalqi bu G'ulja noyasining sharqiy qismidagi ko'plagan xalq qo'zg'olonchilar tarafga o'tib, partizanlar sepi zo'rayib, ulg'ayishi muqarrar. Nilqaga hujum qilamiz. Bu qarorimiz qaror, dedi Fatih va yosh kelishgan tatar yigitiga qarab, sen Hamid, Nilqining keyingi ahvolini so'zlab ber. Xo'p, deb qo'yun yanchug'idan bir taxta qog'ozni chiqarib, yapaloq tosh ustiga yoydi Hamid. Bu nimang? O'mchuk to'ridek, gadirmash bir nimalarni sizibsan-g'u? Diqqat bilan ko'z tikdi G'ini. Boshqalarmi yiyiqliq qog'ozga yepilib qarashdi. Bu amdi ko'rsatishga o'ng'ay bo'lsin deb sizgan narsida, deb tushuncha berishga boshladi Hamid. Muno saqchi, muno shangan idorasi, muno qo'rg'oncha. Hozir saqchilar va chiriklar asosan mushu ikki mahkamaning tomlari o'gizlariga qum qachlangan xaltalarni tizib, potaylarga, o'gizlarga pilmutlarni o'rnatib, paylashib yetishmoqda. Muno beldiming nima? Cho'ng yo'ldagi to'siq, muno klubning usti chidirdimi, pilmutlar o'rnatilgan, dedi Hamid va qizil siziqni ko'rsatib. Muno qo'rg'onni o'rg'an okuplar. Bu okuplarga saqchi va shangan idoralari yertiga yo'l orqali bog'lanish qiladi. Ha, bu lalmilar og'maqonga o'xshash yer ko'lashga usta, dedi G'ini. Yetti qat yerning tigiga kirib ketishsimi so'rab ap chiqimiz, shimoylandi Osman. Dushmanni sal chaqilmaslik kerak, dedi Fatih va Hamiddan so'radi. Qurolliq dushmanlarning sonini aniqladinglarmi? Saqchi, muhofizachilarni hisoblaganda bir ying chorak bor, bir ying batalyon. Hamid Nilqidagi Xitoy garnizoni va ularning tutgan pozitsiyasi to'g'riliq ma'lumotlarni so'zlab berish bilan birga xalqning ruhiy kayfiyati va ular qo'zg'olonchilar Nilqiga hujum qilishi bilan ko'tarilib chiqishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Ahvol tushunishlik, dedi Fatih Muslimov. Qandaq fikringlar bor, yigitlar? Deb so'radi. O'zing Nilqining epi-jipini hammamizdan yaxshi bilasan. Qani, sen bir nim degin, deyishdi yigitlar. Meningcha bo'lganda, Fatih sal o'ylanib
va Hamid sizib kelgan xaritasimon belgilarni ko'rsatib, bor kuchimizni 3 ga bo'lib, 3 taraflab hujum qilsak. Fatih Muslimovning fikri bir qadar o'zgartirilib qabul qilindi. Birinchi, G'ani boshchiligidagi jangchi yigitlar cho'ng ko'rikni ishg'ol qilib, Neliqining sharq tarafidan hujum boshlaydi. Ikkinchi, Akbar bilan Nur boshchilik qilgan jangchilar Neliqining g'arb tarafidan. Uchinchi, Osman bilan Hoshur, Seyit boshchiligidagi jangchilar Neliqining janub tarafidan. To'rtinchi, Fatih, Raqib, Hamidlar bir qism yigitlar bilan Niliqining shimoliga o'rnashib, xalqni tashkillab hujum boshlanishi bilan G'aniga qo'shiladi. Hujum vaqti bo'lsa 1944 yili 5 oktyabr tong sahar soat 5 da. 100 ga yaqin qurolliq yigitlar yolg'iz oyoq yo'lda qator, xuddi yipqa uvilgandek birining keynidan biri iz besib, oldi do'ngga chiqsa, keyni o'ymanda otlarni ayondatib kelishmoqda. Ular mushu qilibda nechilagan do'nglardan ishib, oxirgi keng yizg'a chiqishdi. Tum qara ayg'irni mingan, sapning oldida yo'l boshlab kelayotgan Mo'g'ul yigiti G'aldan etining tizginini tortib, keyniga buraldi va to'xtanglar degandek o'ng qo'lni egiz ko'tardi. G'ani boshliq yigitlar to'xtashdi. Mashada ayrilamiz. Sizlar o'ng yoqqa, biz so'l tarafga qarab mangamiz, dedi G'aldan. G'ani javob berish o'rniga keng dalaga, quyoshning petish oldidagi qiypash nurida tovulinib turgan siriq dalaga maftun bo'lgandek tikilib qapti. Bahorda yeshil ipakdek mayin va ko'rkam, kuzda bo'lsa oltin tusga kiradigan bu keng o'tloq yayloqlar kimning zo'qini qo'zg'amasin? G'ani bu atroflarda bahorda, yozda, oltin kuzda necha qitim bo'lgan, har faslning o'ziga xos fayzini surgan. Bu keng yayloq, kuzlak, qishloqlarda qozoq, qalmoqlar yashaydi. Uyg'urlar bilan maishiy munosabat qiladi. Inoq hayot kechiradi. Amdi ayrilamiz, unlik takrorladi G'aldan. Qamcha sepi bilan G'anining beqiniga noqib. Ajab xiyolga cho'kib ketding-a? Mushu yerlarga Akbar uchimiz kelganimiz yodimga tushib ketdi. Mana, ayrilib yana birlashdik. Ha, amdi bizni o'limdan boshqa hech narsa ayray olmaydi, G'aldan. Shundoq. Har uchilimiz ata jangga kirmiz. Boshqalar oldida erligimizni ko'rsatishimiz kerak-chimi, bo'ta. Demasangmi bilman. Yo'ling bo'lsin, degan vaqtda yetib kel. Ular ayrilishdi. G'aldan ikki yigit bilan so'lga qalmoq ko'ra tarafga qarab ot soldi. Uning vazifasi Mo'g'ul xalqiga qarata yozilgan murojaatni tarqitish bilan billa o'ziga ishonchli tonish bilishlarni uyushtirib, Nilqa hujumga qatnashishdan iborat edi. Shunga u topshiriqni o'rinlash, G'aniga bergan va'dasining huddasidan chiqishga oldirdi. Tang yorishqa 2 soatcha qoldi. 15 kilometrcha musofani ortiq besib, zo'riqqan otlar tog' shamili va Qosh daryosining salqin taptidan shumshiyib, g'al-g'al titrashatdi. Yenik kiyimlik yigitlarning badanlari tikanlashib, qo'llari qechishsimi, ular jang boshlanishini toqatsizlik bilan kutishmoqda. Ozodlik tashnaligimi yoki Xitoy mustamlikchi qaroqchilarga nisbatan o'chmanlik, g'azab, nafrat va intiqom elish shu darajada kuchlikmi? Qo'zg'alon sepiga kirgan hamma fidoyilar jang qilishga, chopsanroq o'ch intiqom elishga intiladi. Ular G'ani nima desa shuningga tayyor. O'tqa kir desa o'tqa, suvga tush desa suvga tushishga tayyor. Dushmanga qartib bir pay o'q etib, o'lib ketsa armini qolmaydi. Osmon gumbazini qo'yuq qora bulutlar qoplab olg'achqa, 5 chamdam oraliqdagi narsani farq qilgani bo'lmaydi. Tüm qorong'uga moslashgandek atrofni surlik sukunat bosgan. Faqat Qosh daryosining toshdan toshqa urilib oqqan shavqini anglanadi. Bu shavqin G'anining quloqlariga balaliq chig'idan singan, diliga o'rnashgan. Bu shavqin uningga nag'ma ovozdek muңliq, yiqimliq anglanadi. Dil xo'shlig'ini, ezgu kechirmalarini qo'zg'aydi. Ruhi tetiklik beg'ishlaydi. Charlashqa avatilgan ikki yigit qaytib kelishdi. Ular ko'rikning g'arbiy chetida ikki potay borlig'ini,
Ko'rik ustida bo'lsa, ikki kuzatchi to'xtamay minib turganligini aytishdi. Bu xabarni anglab, G'ani o'ylanib qoldi. Hamid ko'rikda kuzatchi cheriklar borligini, lekin mazmut ikki potayni aytmagan. Shunda bu potaylar 2-3 kun ichida qurilgan bo'lamdi. Potay qurilgan ekan, uningga pulemyotlar o'rnatilishi aniq. Potaylarni portlatmay hujumga o'tadiganmiz. Yigitlarning xilisi qurbon bo'lishi turgan gap. Birmu yigitni chiqim qilg'isi kelmaydi G'anining. Yusuf, xo'sh, un qatdi yonma-yon yotgan Yusuf. Potaylarni portlatish kerak. Qandoq portlatamiz? O'zam? Cho'chib ketdi Yusuf. Ha, men o'zam. Qo'ya bu gapingni. Boshqamizni buyurg'in. O'zishga usta odam bo'lmasa chandurib qo'ydi. Qoshning sirini o'zam bilaman. Undoq bo'lsa, men billa bo'laman, dedi Yusuf. Yo'q, menga kashla bo'lsan. Angla, yigitlarni 3 ga bo'lamiz. 2 qism ko'rikning bosh va oyoq tarafidan kechib o'tadi. Uchinchisi ko'rikning bu beshida qoladi. Buni sen boshqursan. Men birinchi potayni portlatishim bilan hammanglar tangla hujumga o'tsizlar. Uqdingmi? Xushluq. Biroq seni azmili qilma. Yusufni silkivatdi-da, Husan bilan Bahudirni chaqirib olib, ularga topshiriq berdi. Ular 30 dan 60 yigitni boshlab, belgilangan joyga ketishdi. Aqvash, palapastang bo'lib qolsa, huduqmay jang qiljumu, dedi kiyimlarini yeshinivitib G'ani va 6 sho'nilik bombani yipqa chitib bo'yniga ostida. Yo Ali Shohi Mardan, degan peti suvga kirdi. Yaqin bo'ylab uzib, ko'rik ostiga yetganda to'xtab, ko'rikning g'o'l to'rigiga yo'linib, atrofga quloq soldi. Ikki cherikning ko'rik ustida to'kurlashib mingishidan boshqa tevish anglanmadi. U amdi ko'rik ostidan daryo suyining yig'ilib oqqan kuchlik iqimini kesib uzishi va buning uchun kuch va uzish mohirligi kerak. G'ini yana suvga belicha kirdi. U vujudiga putilgan kuch-quvvat, o'zishga chivarligi va xususan iroda g'ayrati bilan suvning zabtiga bardoshliq berib, g'ulash tashlab uzib, ko'rikning g'arbiy beshiga chiqdi-da, asta beshini chiqarib, atrofga qaravidi. Odam qarisi ko'rinmadi. Suvdan chiqib, sovuq shamolda jaloqlab titrasimu, hayajon ichra muzlaganligini sezmadi. Atimalim titrak qo'llari bilan bombalarni yerga qo'yib, chetiqni yechdi va 3 bombani dangsab turib, so'l qanotdagi potayga qaratib tashlab, so'g' yerga chaplashdi. Gumburlagan dahshatlik tovush bilan havoga to'pa tutun va odam jasadlarining parchalari ko'tarildi. Kuchlik hurra sadosimi tangla yangradi. Ungacha ikkinchi potaydan pulemyotlar etilishga boshladi-yu, lekin bombalarning yerilishi bilan partilab, kuli ko'kka so'rildi. Hurra! Bu g'olib shuar sadosi havo gumbazida jaranglab, Nilqa xalqini uyqudan uyg'otib, hayajonga solgan edi. G'ani potaylarning partilishiga havas qilgandek, ko'rik ustida o'ri turgan peticha qetib qapti. Yusuf boshliq yigitlar ko'rikdan ot chepib o'tgandila, u esiga kelib, muzlaganligini sezgan bo'lsa kerak. Hoy, Oqbosh, kiyimlarim qani? To'nglab o'ladigan bo'ldim. Mana kiyiming. G'ani kiyindi. Ala itiga mindi. Ko'rikka o't qo'yishga buyruq berdi. Bu shartlik belgi bilan tang Nilqining 4 atrofida etishvozlik boshlanib ketdi. Qo'zg'olonchilar shiddatlik hujum qilib, Nilqa shahriga kirishdi. Aholilar uylar, qura joylar orqali olg'a siljib, go'mindonchi Xitoy askarlarining istehkom uvusi soqchi idorasining qo'rg'iniga 4 atrofdan yaqinlashdi-yu, lekin yana olg'a bosolmay to'xtab qolishdi. Sepilsimon qo'rg'onning 4 to'qmishi va cho'ng qapqining ustiga o'rnatilgan pulemyotlardan, qo'rg'on tomning ustini cho'rdatib tizilgan qum qaplar daldisidan etilgan o'qlar mo'ldirdek yog'moqda edi. Oldin ola hozirlik ko'rgan go'mindonchilar soqchi idoriga posildosh xalq uylarini buzib tuzlab, cho'ng ko'chadagi dal daraxtlarni kesib tashlabdi. Oraliq ochiq saynab bo'lg'achqa, dalda bo'larliq joy yo'q. Shunglashqa
alğa siljishqa imkon bo'lmadi. Harbiy mashqdan o'tmagan, jang qoidalarini texi bilmaydigan qo'zg'olonchilar dastlabki 2-3 oson g'albaga berilib ketib, bu qitimmu hujumga o'tdi-yu, lekin chekinishga majbur bo'ldi. Osman boshchilik qilgan jangchilar fidoyilar hurra ko'tarib ochiq saynaga besib kirganda pilemotlardan yoqqan o'qlardan 30cha yigit chiqim bo'ldi. Agar atiganki jangda soqchi idorasining qarmu qarisiga joylashgan Shangan idorasini ishg'ol qilib, pozitsiya tutgan G'ani boshchiligidagi otryad o't echib qo'llamasa, chiqim texmo ko'p bo'lar edi. Bu holatdan keyin qo'zg'olonchilar qara qo'yiq hujum qilishni to'xtatdi. G'ani bo'lsa g'azabnak bo'lib, otryad boshliqlarini yig'ib, Akbar bilan Osmonga koydi. Huşkallan yo'qmi har qaysingning? Qarab turib, sarxil yigitlarni o'q tutib berishding'u ha, xumsizlar. G'ani lukchak vaqtidagi tillar bilan dashnam bersimu, ayibkor yo'ldoshlari sukut qildi. Bir ig'iz javob qaytarishmadi. Oxiri ochiq hasrati besildi atimalim, bo'g'iq ovozda dedi: "Qara qo'yiq hujumda sado chiqmaydi. Agarda bir amallab soqchini ololmaydi ekanmiz, g'uljidan bularga yordam kelib, ikki tarafdan bizni qo'rshovga ilishiniq. Manga ruxsat beringlar", deb o'tirga tushdi Hamid. "Men soqchining cho'ng qapqisini portiltaman." "Himmatingga rahmat, inim", dedi chiroyli yigitga zo'qilib G'ani. "Sen bek yosh, oldirma. Har ishlar texi oldingda. Jang deganda quyosh qiri deb bo'lamdi. Ruxsat qil, G'anika. Besimni qayturma", qat'iy qiyofatda dedi Hamid Muslimov. "Ma'qul, mo'rt kelsin. Hozir emas", dedi G'ani va klubning ustidagi chidirga o'rnatilgan ikki pilemot xili avar qilyotidi. Avval shuning unini o'chirsak demoqchiman. Uningga qandoq chiqqin bo'ladi? Klubga o't qo'ymiz. G'ani klubga o't qo'yish planini so'zlab bergandan keyin hamma o'z pozitsiyalariga tarqalishdi. Kech kirgicha aralab etishvozliq davom qilsimu, har ikki taraf hujumga o'tishmadi. Yarim kecha bo'lganda G'ani nilqida qo'shilgan fidoyilardan bir qovul yigit bilan yana bir yosh bolaga ikki qalay tung kirsinni ko'tartib boshlab mandi. Ular klubga fasildosh uylarning biridan ikkinchisiga o'tib, klubga yondosh tomga kelib to'xtashdida, tomga bo'ylashgan G'ani atrofga zang qo'yib qaradi. Klubning ichki hovlisida chiriklar ko'rinmadi. "Klubning kaynishiga qayoqda?" asta pichirlab so'radi G'ani nilqiliq yigitlardan. "Sol qo'l tarafda." G'ani boshqa gap so'ramayla xanjirini g'ilobidan sug'urib elib, so'qma tomni teshishga boshladi. U xuddi do'g'abga muzni cho'kishlagandek shundoq chaqqonlik bilan tashdiki, hash-pash degichilar odam beshi siqqidek to'shik hosil bo'ldi. To'shikni yana sal kengaytib, hayronlikda ichiga qarab turishgan yigitlarning bo'yi kichikragiga: "Sen uka, asta o'mlab berib, hovli ichini bayqab kel", deb buyurdi G'ani yosh bolaga. Bola sal ayminib turdi-yu, birdan to'shikka beshini tiqib, yer beg'irlab o'mlab ketdi. G'ani mavzurini batlab tayyor turdi. Yigit hayol qolmay, ishtik o'mlab qo'rqsa kerak. Qaytib keldi-yu, demi siqilib darhol gap qilolmadi. Hech kim yo'q." G'ani yigitlarni boshlab tom yaqilab minib, klubning kayni eshigiga bordi. Eshikka kuchuk beshidek yo'g'on Xitoy qulubi silingan ekan. 3 kishanni pochoqlagan xanza uchun bu qulub say bo'lamdi. G'ani qulubni ikki to'lg'apla yo'lib oldi-da, yigitlarni ichkari kirgizib, eshikni ichidan bekitdi. "Ikkin klubning evir-jivirini bilamiz deyishgan eding. Qani, ichkariga boshlanglar", asta pichirildi G'ani. Har ikkisila klubning ichini yaxshi bilishdi ekan. Ular tamtirimay, palampay orqali sahnaga boshlab chiqishdi. Sahna orqali artistlar kiyim yo'tkaydigan, gerim qiladigan xonalar oldidan o'tib, cho'ng zalga yaqin kelishiga, yon bo'limlarning birida chiroq yo'rg'ini ko'rdi. G'ani darhol ikki qo'li bilan ikki yigitning mursidan besib o'ltarg'uzdi. O'zi asta putining uchida dastlab mangib, eshikka qulog'ini yiqib tengshidi. Bo'lma ichi G'ani eshikni ittirib edi. Eshik g'echildab ketdi. "Suyigu! Kim bu?"
uyqiliq ovoz chiqdi bo'lma ichidan. Vayigo! Javob berdi G'eni va eshikni yo'lib degidek ichib, ichkari kirdida Mavzurni tanlab, qimirlashma! deb xitoychilab varqirdi. Kichikkina katning ustida kiyimlarini yashmayla ikki chirik yotatdi. Bo'lma ichi to'lgan yemak-ichmak. İkkisi tamaq to'shuvchilar bo'lsa kerak. Mavzurning tanlangan musinidan qo'rqib, "Ayyo!" deb zarlashdi-yu, shu an kat ostiga yo'shirmoq bo'lishdi. G'ini ularga tegmidi. Ungacha yigitlar kirishdi. "Avu kat usti yo'laklik miltiqlarni ilinglar!" dedi G'ini yigitlarga va kat ostiga kirib olgan cheriklarning birining putidan so'rab chiqib, klubning ustida nimalar borligini so'rab edi. Klubning o'gizi va chidirda bir vozvod cherik borligini, chidirda bo'lsa ikki pilmut o'rnatilganligini, bu ikkisi cheriklarga yemak-ichmak yetkazib turdiganligini aytib berdi oshpaz chirik. G'ini oshpazlarning birini matab, og'ziga kir dasmolni kaplab qo'yib, yana birsiga sham ko'tartib, cho'ng zalga kirdi. Sham yo'rig'ida ikki tung kirsinni sahna pardalariga, dekoratsiyalarga, zaldagi o'rindiqlarga, eshik derazalarga chala qo'ymay chachquzdi. Andin yigitlarni va oshpazni chiqar eshik yiniga boshlab kirib, kirsinga chilangan chipta turtakni yondirib, "Qechinglar!" dedi-da, klubning ichiga tashlavetib, o'zini sirtqa oldi G'ini. Ular qaytib o'z pozitsiyalariga yetib kelgan chog'da o'tning uzun tillari klubning derazalaridan etilib chiqib, sirtqi tomning pavazlarini yalab, o'giziga chidirga yamishishga boshlagan edi. O't va ochiq is ichida qilishgan cheriklar o'gizdan yerga sakrab, ba'zilari hoduqqinidan tutak ichida uyan buyan yugurishib, chiqar yo'l topolmay qilishdi. Yerga sakrab tushganlarini bo'lsa, o'tning yo'rig'ida nishonga ilib etib tashlashdi qo'zg'olonchilar. G'ini mavzuri bilan chanliganni xato ketkizmay, 5-6sini etib ulgardi. Saqchi qo'rg'oni tarafdan yoqqan o'qlar bo'shqa havoga ketgini bo'lsa, qo'zg'olonchilarga ziyon zahmat yetkazolmadi. Shundimi pulemyotlar to'xtamay, huduqqan xitoylar etishni davom qildi. Klubni istehkom qilgan bir vozvod cherikning yo'q qilinishi qo'zg'olonchilarning g'alaba ishonchisini orttirib, saqchiga hujum qilishni osonlashtirgan edi. Amdi ta'xir qilmay olg'a besish kerak. G'ini jangchi fidoyilarni saplab hujumga tayyorlik qildi. Lekin qirishqandek so'l putining singiri tortishib, ziqildab og'rib oromini qo'ymadi. So'g' muzdek daryo suyini uzib o'tgandimu yoki qorong'u klub ichida putini qayrab oldimu, putini so'rab mingishi ig'irlashib qoldi. Shundimu qiynal G'inini sezdirmay, jangchi yigitlarning oldida turib harakat qildi. Ularni ruhlantirdi. "Mana amdi saqchi qapqisini portlatish vaqti yetdi", dedi G'ini to'xtamay o't ichayotgan pulemyotlarni ko'rsatib. "Ashu yalmovuzning uni bisilmag'icha olg'a siljimoq tas." "G'iniko", dedi shu an paydo bo'lgan Hamid. "Amdi ruxsat bermasang, o'zimga o'zim ruxsat qilaman." G'ini bu qatim nima deb javob berishni bilolmay qoldi. Qarasang zo'qing keldigan bir navjuvon yosh yigitni o'lim xatariga buyurishga qandoq tiling borsin? Bu yigitmi nima shuncha qadilib talab qildigandu? Xap, munu kasofat putning singiri tortishmaganda o'zi maydonga tushadi. O'zi qandoq qilish kerak? "Sen texi bomba tashlab ko'rmagan-ku, Hamid." "Bilaman", ishonchlik javob qildi G'inining bana izlayotganligini sezgan Hamid. Arada bir pas ig'ir sukunat hukm surdi. "Mayli, rayingni qaytarmay." "Rahmat, G'iniko, ishonchingni oqlayman." Hamidning o'tliq ko'zlaridan g'urur, qanoat chaqnab ketdi. "Paxas bo'l, uka, beshingni ko'tarmay silji. Biz potayga qaratib o'q etib turimiz. Bombani huduqmay tashla." G'inining topshirig'i oyoqlashqicha ikki tugun qilingan bombalarni belbag'iga qistirib tayyor bo'lgan Hamid "Potayning kulini osmonga so'rmoqcha qaytmayman", dedi-da, ko'cha bo'ylab o'milab mandi. Hamid Muslimovning shu paytdagi mardona qiyofatini, yolqinliq so'zlarini hamisham xotirlab yurdi G'ini. Hamid ko'chaning yarimiga borganda oyoq o'ra turdida
ئېرىق ئاتلىغاندەك 2-3 سەكرەپ يىقىلدى. نېمە قىلىۋاتىدۇي مۇنۇ تەنتەك بالا؟ ۋارقىراۋەتتى قويقا چاچلىرى تىك بولغان غېنى. ئۇ خەمىتكە ئوق تېگىپ يىقىلدى دەپ قورققان. رۇخسەت بەرگىنىگە پۇشايمان قىلىپ ئۆزىنى ئەيىبلەشكە باشلىغىنى ئىدى-يۇ. لېكىن قەيسەرنىڭ ئۆمىلەپ كېتىۋاتقىنىغا كۆزى چۈشۈپ شۈكرى دەپ يېنىك تىنىق ئالدى. خەمىتكە قارىتا ئېتىلغان ئوقلار ئۇنىڭ بېشىدىن يېنىدىن ئالقىپ يەرگە سانجىلىپ توپا توزۇتقاندا ئۇنى كۆزىتىپ تۇرۇشقان يولداشلىرى گويا ئوق ئۆزلىرىنىڭ پېشانىلىرىگە تەگكەندەك يۈرەكلىرى جىغىلدايتتى. تەشۋىش ئىچىدە خەمىتكە مەدەت تىلىشەتتى. ئاخىرى خەمىت چوڭ قاپىقىغا يېقىنلاشتى. ئەمدى پوتەيدىن يېغىۋاتقان پىلىموت ئوقلىرى خەتەرلىك ئەمەس. ئۈستىدىن ئالقىپ كېتىدۇ. باياتىن تىنىغىنى ئىچىگە سىڭىرىپ كۆز ئۈزمەي ئەسەبىي قادىلىپ تۇرغان غېنىنىڭ كۆزلىرى تىندى بولغاي يېنىدا ئولتۇرغانلارغا قاراپ تەييارلىنىڭلار پوتەي پارتلىشى بىلەن ھۇجۇمغا ئۆتىمىز بۇيرۇق بەردى. خەمىت گىراناتلىرىنى بەلۋېغىدىن يەشتى. ئالدىغا قاتار تىزدى. بىر دەقىقە ئېسىنى يىغدى ۋە شىددەتلىك ئورنىدىن تۇردى-دە ئازادلىق ئۈچۈن دەپ ئۈنلۈك ۋارقىراپ bir tügün granatlarını potayga qartib atdı-yu, o'zi bir gazcha havoga ko'tarilib, qanqib yerga yiqildi. Potay partilishi bilan tang degidekla qo'zg'olonchilarning qudratlik hurra sadosi to'rt tarafdan birdek yangrab, nilqa zilzilaga kelgan ediki, hammaning oldida mavzurni egiz ko'tarib, olg'a, olg'a deb nar tortib kelayotgan g'ini qapqa oldida jonsiz yotgan xamitni besib o'tolmay to'xtab jasadni dast ko'tarib o'ng mursiga oldida so'l qo'lida otgan peti olg'a qarab yugurdi. Klubning ko'yishi cho'ng qapqaning portlashidan keyin to'rt tarafdan halqaga ilingan xitoy chiriklari tahlikaga tushib chekinishga, ba'zilari miltiqlarini tashlab dalda joy izlashga boshladi. Dal shu paytda soqchi qo'rg'onining janubiy va g'arbiy taraflaridan potaylar kayni-kaynidan portlab, qo'zg'olonchilarning hurra sadosi cheriklarni texmo dahshatga silib, ular qarshilik ko'rsatish bu yoqda tursin, jinini qutuldiradigan joy topolmay qilishdi. Xitoylar oq bayroq ko'tarib, taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Etishni to'xtatinglar, musulmonlar! deb jar soldi qo'rg'onning ustiga oq bayroq ko'tarib chiqqan Nusubqan Chujong. u go'mindangchilarning ishonchli xodimi bo'lg'achqa xitoylar orasiga kirib olgan. Qurolni tashlab taslim bo'linglar! Amrona xitob qildi G'ini Botur. G'oliblar og'zidan chiqadigan bu tariqa qudrati komil iboralar birinchi qatim sahar mezgilida nilqa havosida yangradi.